Qishloq xo'jaligida suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini joriy etgan fermer, dehqon xo'jaliklari va agroklasterlarga davlat tomonidan subsidiya ajratish tartibi. Subsidiya ajratish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich. Talabgor subsidiya olish uchun agroportal tizimi orqali ariza kiritadi. Ikkinchi bosqich. Mas'ul tashkilotlar tomonidan murojaat ko'rib chiqiladi. Tegishli xulosa tayyorlanadi va elektron raqamli imzo orqali tasdiqlanadi. Ushbu jarayon odatda 5 ish kunini tashkil etadi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun qo'shimcha 3 ish kuni beriladi. Uchinchi bosqich. Tayyorlangan xulosa asosida ariza agrar sohada to'lovlar agentligiga yuboriladi. Mazkur jarayon bir ish kuni ichida amalga oshiriladi. Keyinchalik ariza mustaqil ekspert va O'zbek kosmos agentligiga yuboriladi. Bu bosqich 3 ish kunini qamrab oladi. To'rtinchi bosqich. Mustaqil ekspert hamda O'zbek kosmos agentligi tomonidan yakuniy xulosa tayyorlanadi va agentlikka taqdim etiladi. Ushbu jarayon 5 ish kunida amalga oshiriladi. Beshinchi bosqich. Yakuniy qaror asosida agentlik tomonidan subsidiya mablag'lari ajratiladi. Mazkur bosqich bir ish kuni ichida bajariladi. Subsidiya miqdorlari. Subsidiya miqdori ekin turi hamda qo'llanilgan sug'orish texnologiyasiga qarab belgilanadi. Paxta ekinlari. Tomchilatib sug'orish gektariga 8 million so'm. Diskret sug'orish gektariga 4 million so'm. Donli ekinlar. Tomchilatib keng qamrovli mobil va sprinkler tizimlari uchun gektariga 8 million so'm. Diskret usul uchun esa gektariga 4 million so'm. Dukkakli va moyli ekinlar. Zamonaviy sug'orish tizimlari uchun gektariga 2,5 million so'm. Poliz ekinlari. Tomchilatib sug'orish gektariga o'rtacha 1,3 million so'm. Sabzavot, kartoshka va uzumchilik. Tomchilatib va boshqa zamonaviy tizimlar gektariga 8 million so'm. Dorivor ekinlar. Suv tejovchi texnologiyalar gektariga 2,5 million so'mgacha. Sholi maydonlari gektariga 8 million so'mdan boshlanadi. Mevali bog'lar. Tomchilatib sug'orish texnologiyasi uchun gektariga 6 million so'm. Alohida tartib. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida paxta hamda donli ekin maydonlarida tomchilatib sug'orish joriy etilganda gektariga 12 million so'm, keng qamrovli sprinkler tizimlari uchun esa 9 million so'm subsidiya ajratiladi.